Bu yerda Iskandarini maqtashuvni hali yemasimdan turib hayron qoldiryapti. Narxi bilan. Mana shu hammasi 90 ming so'm ekan. Bu Antalya turkcha oilaviy restorani. Atmosfera chiroyli, rostdan oilaviy joy, detskiy plashatkalari bor. Ovqatlari ham mazali ekan. Ayniqsa Iskandarga hamyonbop set qilib qo'yishibdi. 3 xil meze, bitta non, bitta choy hamda birinchi ovqatini ham qo'shib berishyapti. Agar ko'pchilik bo'lib kelib, mana shu setdan olsanglar, har bitta odamga 3 tadan meze qo'shib berilmaydi. Isrofgarchilikdan qochish uchun yetish-yetmasligiga qarab qo'shib beriladi. Iskandar juda mazali chiqibdi. Qaylalari ham tobida bo'lgan. O'zi go'shtini o'zi mazali ekan. Mesni go'sht ishlatib danar qilishar ekan. Bu danardan bo'lgan hamma taomlarini yeb ko'rishga qaror qildim. Masalan, pilav ustida danar. Buni ham tabizga qarab xohlagan qo'shimchalarni qo'shib yeyish boshqacha bo'ladi. Bu 95 ming so'm. Ovqatni o'zi bu set emas. Tandir lavashi ham kattagina ekan. Narxi 64 ming. Xolovchilik uchun tombik ham bor. Buni ham narxi 64 ming. Xullas joylari ham chiroyli, alohida kabinasi bor. Kechki kelsanglar terrasada o'tirsanglar ham bo'ladi. Antalya restoranining adresi Betonkada, Kelesga ketuverish mosti shunday yonida joylashgan.